31-mart holatiga ko'ra so'nggi bir necha soat mobaynida Yaqin Sharqdagi urushga aloqador eng so'nggi xabarlar quyidagilardir. Isroil armiyasi Tehron markazida Eron hukumati infratuzilmasini nishonga olganini tasdiqlagan. Donald Tramp esa AQShning Isfahonga berilgan zarbalari video tasvirini e'lon qilgan. Hujumlar Isfahondagi qurol ombori va harbiy bazalarni nishonga olgani tasdiqlangan. Isroil markazida ham hujumlar to'lqini qayd etilgan. Isroil ommaviy axborot vositalari kamida 11 kishi jarohatlanganini xabar qilgan. Eron axborot agentligi xabar berishicha, kecha kechqurun markaziy viloyatidagi Mahallat shahriga qilingan hujum 11 kishining o'limiga va 15 kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan. Livan milliy axborot agentligi xabar berishicha, Isroil havo hujumlari kechasi Nabatiyadagi bir nechta hududlarga zarba berib, bir kishi halok bo'lgan va uylar vayron bo'lganini tasdiqlagan. Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi davlatlari bo'ylab nimalar bo'lmoqda? Pokiston tashqi ishlar vaziri Ishoq Dar Islomobod urushni vositachilik qilish bo'yicha sa'y-harakatlarini kuchaytirayotgan bir paytda Xitoyga tashrif buyurgan. Ishoq Dar mintaqaviy keskinliklar, Erondagi urush va ikki tomonlama aloqalarni muhokama qilish uchun xitoylik hamkasbi Wang Yi bilan uchrashgan. Shu uchrashuvdan Xitoy tashqi ishlar vazirligining ba'zi izohlari quyidagicha. Xitoy va Pokiston asosiy xalqaro va mintaqaviy masalalar bo'yicha o'xshash pozitsiyalarga ega. Pekin urushayotgan tomonlarni, ayniqsa AQSh va Isroilni harbiy operatsiyalarni darhol to'xtatishga chaqirmoqda. Xitoy yadroviy inshootlarga qilingan hujumlarga qat'iy ravishda qarshi ekanligini bildirgan. Pekin keskinlikni yumshatish va tinchlikni tiklash bo'yicha sa'y-harakatlarini davom ettirishini ta'kidlagan holda, Xitoy Hormuz bo'g'ozidagi kemalariga yordam bergani uchun tegishli tomonlarga minnatdorchilik bildirgan va yaqinda 3 ta Xitoy kemasi bo'g'ozdan o'tganini tasdiqlagan. Eron axborot agentligi tomonidan tarqatilgan bayonotda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi quyidagilarni tasdiqlashgan. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi dengiz kuchlari Fors ko'rfazida Isroil konteyner kemasiga ballistik raketa bilan zarba bergan. Eron dronlari Birlashgan Arab Amirliklari qirg'og'ida harbiy baza tashqarisida AQSh dengiz piyodalari guruhini nishonga olgan. Ayni shu Eron dronlari Bahraynning Manama aeroporti yaqinida joylashgan AQShning 5-floti dronga qarshi tizimlarini yo'q qilganini iddio qilgan. Shuningdek, ayni shu dronlar Kuvaytdagi AQSh bazasida ikkita ilg'or oldindan ogohlantirish havo mudofaa radarlarini yo'q qilganini aytgan.